Assalomu alaykum ko'pchilik mulla yaxshimi? Kanadadan YouTuber do'stinglar yana oldinglarga chiqdi. To'g'rilar qandaroq ketyotidi? Jimjitmi yo bizniki muhojiratda doim qaynab turadigan jidallarimiz bormi yo'qmi? Undaq bo'lsa bugungi programmamni boshladim. Temam yana shu bir haftaning yoqi man to'g'riliq chiqqan vatanga berib kelibdi degan shu tuhmat badnomlarniki oxiri. Qarasam jimjit sado yo'q ish yerdan. Meni izlab qo'yib, qani deb izlab qo'yib yo'qolib ketgan shaxs, tashkilot, ayrim faoliyatchi va bir qism boshqa tashkilotlarning a'zolari hammanglar meni izlab ketib, bu nega ketdi deb boshqa kimlardan so'rab ketdinglar-ku. Men yana chiqdim mana, hozirmi Kanadada. Nahaydan taqdotman inkas yasanglar bo'ladi. Bu sabablarning chiqishiga men 2 yillar ilgari Sharqiy Turkiston Yoshlar qurultayininki sobiq bosh kotibi Dilyar Musoboyninki imzo soxtaligi to'plashdagi bir nimsini shu Facebook'dan elib YouTube kanalimga qo'ygan. U chaqdagi bir dadi bormi yo? Yana shu chet elliklarning ismi, soxta email adreslar, kichik balanglarga, boy mo'maylarga email açıp imzo qo'yinglar degan chog'dagi shu imzo to'plashniki bir nimsini shu chog'da bir video qilgan soxtalik deb. Anandan keyin Change.org'da qaytadan bir imzo to'plagan chog'da men yana o'tirib chiqdim. Chunki men shu yoshda bir faoliyatchi bo'lgandan keyin yaxshi ishlarini so'zlayman. Yaxshi ishlarini qo'llayman. Yomon ishlari bo'lsa ancha-muncha shunday qamchilab qo'yman degandek u petitionni arz qilish to'g'risida bir videolarni ishildim. Endi qandoq desanglar shu haqorat tuhmatlarga ashlarga qiladigan so'zlarim mening so'zim emas, boshqalarning so'zini anglab beqinglar deb hozir bu nahaydan yechib o'tiribman, ko'pchilik anglab beqinglar. Bir kechada meni mashhur qilib, yo'g'on tamg'ini besib, vatan xoini, munofiq chiqirib deb tilatqizgan mau odamlarga qiladigan mening bu endi davomli so'zim bor, boshqalarnikimi, xalqnikimi gapini anglab beqinglar. Assalomu alaykum, sabdoshlar, to'pimiz qayrindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshi turibsizlar? Bugun kungi ayning 15-kuni, atgan soat 5:30 bo'ldi hozir. Men ishlamoqchidim, bir qancha nuqta botdi, so'zlaydigan va so'z o'tay tez-tezda. Birinchi nuqta, mana Guli Maqsud degan qizniki videosini yo'llab qo'ydim ustiga. Vatanga bormabdi. Bu to'g'riliq, endi men tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Bunu adıla deb qo'y. Chunki men bu vatanga ketdi deb rasmlarini chiqarib, bu Dilyar Musoboy Sharqiy Turkiston Yoshlar qurultayi deydiganlar chiqarganda men bu vatanga ketgan o'xshaydi deb bunda qilsa bo'lmaydi, vatanga bu xoinlik, munofiqlik deb so'zlagan oldida ilmi yaxshi u bek oshirib qattiq gaplarni qilmabdi-man. Yana birisi endi bunda qilgan taqdirda buni dunyo Uyg'ur qurultayiga hujum qilishning vositasi qilishga bo'lmaydi deb so'zlagandim. Allohga shukr, cho'ng xatolik o'tkazmabdi-man. Ammo bu masalada bunda bo'lganligini bilmaganligim va ularning avatgan xabarga ishonganligim uchun ashunda so'zladim-da. Demak, u rasmlarni isbot qilib chiqargan ekan ular. Shunga bu masalada kechirim so'rayman u qizdan. Texnik jasoratlik vatan davo ishlarida dadilning ishini umid qilaman. Andan keyin shu xabarga ishinib qolgan, shuni ta'minlagan, taqatgan shularning gapiga kirib, qarindoshlarningki bu qizdan kechirim so'rashini umid qilaman. Nimishqa deganda, agar xoin munofiqlik qilgan bo'lsa, uni ashunda qandarlab taqitib, uni masalan tushirish, onu xalqning oldida savol so'rab qilish qanchalik muhim bo'lganiga o'xshash. Agar siz uvval qilib xato qilgan vaqtingizda xatoligingizni tunishingizmi shu qadar muhim.
Şu kadar mühim özünüzni bilişiniz. Agar qarchoqlashga kelganda shunda aktiv, hambaharlab, taqib, tillab, ostlarga yezib qilgan bo'lsangiz bilib bilmay. Lekin unda emas chiqib qolgan vaqtida siz uningdan tuvanchilik bilan kechirim so'rayapsiz. Hani bapda kim bilibdi uni obod desangiz, siz hayvon ekan gap. Ya odam emas hayvon. Shundami? Bir ishga qanchalik o'ntanasib ishni qila olsangiz, shunchalik tartib tanasib ishni qilishingiz kerak. Agar aksicha, shundami? Bir adamni qarlagankensiz, achchig'ingiz shunchalik vatanparvar bo'lib. Unda emas vatanparvar chiqib qolsa, agar munofiq chiqmay, uni shu qadar kechirim qilish va o'zingizning o'tkazgan xatoligingizni tunish sizning odamiyligingiz bu. Buni o'zingizlar o'ylab beqinglar qarindoshlar. Ortiq gap qilmayman. Shu Dilyar Musabay qatorliqlarning kimi bu qizning kechirim so'rashini umid qilaman. Chunki sen deding, vatan kattida biz bir ishondik, nurg'un xalq san angishib tillidi. Endi unda emasga o'z video chiqarib so'zladi. O chaqsa bu men Facebook'dan, Instagram'dan yoki WeChat'lardan kirib ko'rgan rasmlarim yolg'onkan, unda xo'sim xapomanda kechirim so'rashing kerak. To'g'rimi? Bu odatga bir odamiylik. Bunun kechirim so'ramayman, yana bir xatoni izlab yurayman desang, u chog'da mangusi hech kimsaning gapiga ishonmaydi ki. Ama şu kendi yurganlarga mudab qo'yish kerak. Bu birinchi gap. Ikkinchi gap. Apologies accepted. Thank you. Hozir o'ylasam bir xil titrab ketaman-da, shunchalik bir to'rdagi hujumlarini anglab, endi ulardan u odamiylik deganni kutmadim bo'ldi. Ammo bu so'zlar bir tarbiyaviy ahamiyatli ekan, necha yuz kishilik, necha ming kishilik cho'ng to'pda tarqalgan ovozga qo'shilgan, shunga YouTube'da ko'pchilikni birlikda anglab baqsin deb hozir Ahmeddan taqtirgan chog'da ham bahriladim. Bu tarbiya ahamiyatga ega deganim nima desanglar, Xitoyniki erkiy qirg'inchilik yurgizayotgan vaqtda hozir siyosat sal bo'sh qilib, vatanga berib kelsanglar bo'ldi deydigan shunday siyosatlarni yo'lda qo'ydi emasmi? Endi shu da'vo ishlariga aralashmay, vatanga berib, jim berib kelayotganlar bo'lsa, bir oshkorlanib qolgan vaqtinglarda mana shundoq meni tilgan o'xshash, meni shu munofiq, vatan xoini deb chiqargan shundoq ig'ir til haqoratlarga qolasizlar. Biri u, yana biri tarbiya ahamiyatiga ega deganim shu. Qanchaki vatan deb shundoq aktivlik bilan men tilab ketgan bo'lsanglar, aqlangan chog'da o'zinglarmi yo'q, jimjit bo'lasanglar, shu sizlar odam emas, shu odam ekanlar yo'q degan gap bo'ladi. Dedim bu ulardan bu odamiylik degan u nimani u kutmadim bo'ldi. Meniki hozir demoqchi bo'lganim, bir yana shu tarafga, shu kishiga agishib, shuning deganlarga ishonib, Yoshlar qurultiyining ichki ishlar ministri bo'lganligidan, sobiq bosh kotibi bo'lganligidan nurg'un kishilar ishonib ketdi-da, shundoq nohaqdan nohaq shundoq la'natlarga qoldim men degan bu bir tilg'alarning hammasi Uyg'ur erlari, Uyg'ur ayollarniki bosh panohisizlar, erlar turibsizlar, shundoq nohaq ish uchirgan chog'da jimjit o'nib ishinglarni chekib qolsanglar, tillaydigan tillab bo'lib jimjit cho'kib ketsanglar, va boshqalardan so'rab ketibdi dahi. Guli maqsud nada deb. Meningdan udul so'ranglar meningdan. Mana men bor. Meningdan so'rayolmaydigan bo'lsanglar, meniki so'rash, sizlar qilmaganni men qila olmayman. Qani sen men undaq degandan u deb men so'ray olmayman. Ammo shundoq bir ayol kishiga shundoq bir haqoratlarni qildi. Undan keyin meniki kalamdan o'tmagan yana bir ish. Yana shu shundoq bir nomard, maraz birsini o'tirg'a chiqib yana munozirga taklif qilishinglar. Uni ikki jihatdan o'yladim endi. Har ikkala tarafdan o'yladim. Biri nima desanglar, bu munozirga chiqqandan keyin nima ahamiyati? Nimaga erishmoqchi biz? Taklif qilgan odamimiz qandaq odam? Va Uyg'ur davosi uchun qandaq ishlarni qilyotidi, foydalimi, ziyonlimi? Buningdan burun shunday munozirlarga taklif qilgan chog'da qandaq bo'lgandi? Bir chog'da chiqqan-ku deyman, Markanat akamiz bilan Mehmet To'xtapandi, Dilyar Musabaylar chiqib bir jang to'rni qilaymi qilib. Bu chog'da nimaga erishdik? Bozor qaynatganga erishdik, aning bozorini chiqarib berganga erishdik shu. Biz unga nimaga erishimiz? Bir ahamiyati. Bu bir tarafdan o'yladim.
Hem yana bir tarafdan bu bir fursatkendoq. Biri mening üstümge aşında hakaretlarni yig'ib qilishi bu bir xatolig'i. Ankin imzo to'g'riliq men keyingi videolarda so'zlay bo'ldi. Ash imzo to'g'riliq shu maydonga chiqqan bo'lsa, bu tashkilot tarafninki munoziralarini, o'ylaganlarini o'tirib qo'yib, yana bir qatam mot qilishga nurg'un nim taraflar bor ekan. Men keyingi videolarda so'zlay. Bir xatolik ustiga xatolik shuni bir pash qilib, ko'pchilikka tunutib, kimga agishish, agishmaslik to'g'risida bir ko'pchilikniki ko'zini ochib qo'yishga foydali ekan. Bo'pti. Mayli munozaraga chaqirilgan bo'lsin, mayli chaqirilmagan bo'lsin, har ikkala tarafdan o'yladim endi. Yana biri sizlardan so'raydigan savolim. Men bir Uyg'ur ayol bu. Tuyuqsizlar meni vatanga berib kelibdi deb gap chiqdi. Ashu ish sizlarningki beshinglarga kelib qolishi mumkin. Navodi kerak. Yana navodi kerak men emas, mening o'rnimda boshqa birsini chiqargan bo'lsa, boshqa birsini vatanga berib kelibdi deb bir ashundaq to'g'rilarda g'ulg'ul qilib ketgan bo'lsa, ashundaq bir odamni ayol kishiga qaratgan, ashundaq odamni sizlar yana ekranga taklif qilamsizlar? O'zinglarniki oilasidagi ochi singlisi, onasi yoki bo'lmasa o'sha bir ayol kishiga shuni haqorat qilgandan keyin sizlar u yana ekranga chiqmadi. O dunyo o'rqildan yiqilma kelmabdi. Voy Dilyar Musaboyning oldiga kelmabdi. Oldiga kelgidek odamniki yuzi bo'lsa va o'zining qanchalik bir odam ekanligini bilsa, undan keyin o'ylab baxmamsizlar shuni. Hemşet bir bo'lib o'tgan ishlarni o'zinglar balkim ko'may qolganlaringlar bo'lishi mumkin. Men YouTube kanalida saqlab qo'yay, qaranglar. Nimalarni degan ma'no qarab beqinglar, a? İtot Sumbulchash Momtazning tuhmati deb chiqadi. Men mayaga ayrimchi qasamni chiqarib qo'yay. Sening qilgan eski gaplaringning oldida meniki bu Sumbulchash, Momtaz deganlarimchi hech nimaga hisob emas. O'zingning gapini o'zing anglab baq. Ko'pchilikni birlikda anglab baqaylik. Endi Mehmet to'g'risida, ya'ni bizning Go'sh Mehmet to'g'risida yana bir narsa deb qo'yay qarindoshlar. Bizning Go'sh Mehmet Kanadada bir şaparan var desinlarmi? Şaparan bilan Go'sh Mehmet Türkiye'ye verip 10 bin adamның imzasını toplagandı. Nima materialni uçurunu. Kanadaga o'tkaymiz debdi. Kanada parlamenti, Kanada hukumatining xabari yo'q bunday vaqtida. 10 bin adamның tizimligini toplab, qaytib kelib Kanadada bu ishlar besib yo'qolib ketgandan keyin ba'zi Uyg'urlar surishtirgan buni. Hatta men Ruqiya Turdishxonimning shu vaqtida degani bo'yicha o'qanda Şaparan Güley Maqsuddan so'raganda bu 10 bin adamning tizimligi qani buni davlatga berdinglarmi desa, bir chamdini menda, bir chamdini Mehmet To'xtada, benda taxminan 5 mingdek adamning tizimligi va qolgan 5 ming Mehmet To'xtaning qo'lida deb niyatligini, kimdiligi, qandaligini bilmay yo'qolib ketgan 10 ming kishilik tizimlik. Ruqiya Turdishxonim boshda debdiki Güley Maqsud Şaparan. Yani 5 mingdan bölüşüp gende bular 10 bin qeyrinishimizning uçurlarini. Go'sh Mehmet, Şaparan nerede hazır? Menden so'rab. He? 5 bin Türkiye'deki 5 bin Uygur'un tizimligini kötürüp vatan ketdi mi ketmedi mi? Şaparan. Ketmedi mi? Qara bu milletni setip yediği işonlar tügüdü. Tamam? Onda yani bizimizde ayakka yötkep setip yediği işon tügüdü. O Şaparan'ın özünün digini de 5 bin yerimiz Mehmet To'xtat kaldı, yerimiz bende kaldı deptik. Hazır nerede Şaparan? Qayrindaşlar qiziqsanlar videodan keyin diqqatimlar mening betimda bo'lsin, Facebook betimda Şaparan'ın nereligini men ko'rsatib qo'yman sizlarga. Some people call it hope. Şaparanning nereligini bilsanglar, betimga kiringlar, men ko'rsatib qo'yman. Bir ayol kishini ayollarni vasita qilib
özünün bazarını çıkırdıgan, xerida toplaydıgan adamını nima deydik? Uyghur tilimizde nima deydik? Unaqa adamlarni başarıp bir sevilen başlanamda. Hey yarabbim. Hesap bir bagin. Qandaq ağzımga alaman men şu gaplarni. Ey, ko'pchilik sizlarni mushlarni anglab beqinglar deyishim mana qandaq bir iflos. Hey. Ey, er kishiga kuchingni yetmay, ayol kishini men titrab ketibman, bo'ldi gap qilmay. Men odam tili olmaydi ekanman, qaranglar. Ağlam shunchalikken. Bir hafta o'tdi mana. Bir haftaning yoqi qiladiganini qilib bo'lib, sizlar jim deb ishinglarni ichiga ketib qoldinglar. Shu tava tashkilot yoshlar qurultiyi degan sizlarning hech qanday bir ifodanglarmi yo'qmi? Sizlarga tava odam emasmi u? Chiqarib o'tinglarmi bu ish? Agar odamiyliginglar bor, siyosiy axloqinglar bor bir tashkilot organ bo'lsanglar, qanaqa bo'lgani bu? O'zinglarning ichki ishlar ministrligi qilgan ishlarini bilmaysizlar? Bilgan bo'lsanglar bir ay bo'ldilar. Hech nima kutmadim. Meniki maqsadim dedim bu shu ko'pchilik bir tuninglar. Men qandoqsiga mushundaq bir ayol kishini vosita qilib turib bozor qiladigan, o'ziga xarida to'playdigan mushundaq bir toz, maraz bir odamlar bilan gaplashib meniki oshida meniki rasmlarim shularniki Facebook betlariga chiqib qolgan. Men nomus qilmanay. Qandaq bir bo'ldi gap qilamdim mana. Endi ko'pchilik bu naq maydonimdagi temasi shundaq meni tuhmat qilgan, meni shundaq o'rinsiz ayblagan, bekadimga shundaq la'natlar o'qigan, jiq gunoh qilib gunohlaringlarga o'zinglar to'g'ri qilinglar bo'ldi. Meniki maqsadim shu faqat bir odamning qanaqa ekanligini sizlarga nim qilib qo'yish, ko'rsatib qo'yish, qanaqa odam ekanligiga bir ko'rib o'zinglar bir baho berib beqinglar. Yana shuni odam hisoblamsizlar. Yana shuni agishamsizlar. Yana shuni bir narsaga barmoq besib yurib, shuni degan gaplarga shuni qo'llamsizlar emaslar. Qandaq bir nima u? Xotin kishini bozorga soladigan us. Men haqsizlikka chidamadim mana. Yana so'zlayman kelar qatim, yana so'zlashib mumkin. Yoshlar qurultiyiniki chiqargan bir narsaga hammasiga o'zimniki shu o'ylaganlarimni yana davomli so'zlayverman. Yo bir bo'ldi qilib qolaymi? Men yana bir muncha bir narsani demoqchi edim, unutib qoldim. Men bugun shunchalik so'zlay ko'pchilik ashundoq nohaq ayblaganlarga meni ularga deydigan gapim, men Mavu Dilyor Musobaydek undaq Avstraliyada hech kimga aralashmay bir yerga chiqib o'zi yolg'iz yashaydigan qul. Men Kanadada undaq emas. Kanadada bir faoliyatlar bo'lsa, imkoniyatim bo'lsa, yugurib berib, maxsus shu YouTube'da maxsus tizimli Kanadadagi ishlarni bir YouTube kanalimni Kanada ko'zniki deb almashtirsam bo'ldi, ismim nima vaqt kelgan chog'da. Kanadaga keladigan Uyg'urlar jiqlaydi. Kelgan vaqtingizda oldinglarga men chiqib qolaman. Izzat atmamsizlar shunaq meni tillab qo'yib, ananiki mayada faoliyatlarda bir yerga uchrashib qolg'ili. Yuzinglar chimildimda. Bir nimani tuninglar. Tamam bo'lsa ko'pchilik, hammanglar omon bo'linglar bugun. Shunchalik so'zlay. Qolganini kelar qatimda. Allohga omonat.